misol shunaqa xonadonga kelganmiz. 4 ta farzand. Ota-onasi nogiron. Odil og'usida ehsonimizni qabul qilasiz. Katta rahmat, shuncha yildan bosib kelibsizlar. Sizlarga rahmat. Rais bo'lgan rahmat. Assalomu alaykum. Qanaqa kasallar? O'sha boshlardi. Bolalikdan edi. Ko'rpasi bor edi. Kecha 3 toshni oldi. O'zingizdachi? O'zimda ham bolalikdan 2 ta Ha. Shundan opajon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana, ma'lumot uchun ukamiz tayyorlamaganlar. Ular hech kim bilmas bizga kelishimizni. Keling, kiring. Kiring, sizdan keyin kiramiz. Bir boshliqqa kirsin. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bola xolingizni bir ko'raylik deb keldik. Assalomu alaykum. Siz charchamasdan. Kichikcha kiring. Ismingiz nima? Huzurda bezovta qildik sizni. Siz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Men sizlarni bezovta qilmayman. Kun bor huzur. So'raymiz. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana siz sog'lom ketdi. Duo qilib qo'yasiz. Alloh rozi bo'lsin. Bitta duo qilib bersangiz ham rahmat derdim. Allah razı olsun. Rahmat. Bismillah. O'tirgandan keyin Sizdegen qaynono. Bismillah. Allah razı olsun. Katta rahmat. qancha yosh yetarsiz jeb ketasiz. Rahmat. To'g'risini ayting, qachon shirinlik yeysiz? Yiri. Sizlar tutdi. Mana shu narsa sizga maza qilib yeng, qaymi? Ey muzik. Ismingiz nima dedingiz? Necha yoshsiz? 12. Kiring endi. Maza qilib olaysiz. Rahmat aka. Mayli opajon. O'tirgandan keyin bo'ladi. Rahmat. Minnatdor. Sizlarga ham katta rahmat. Shuncha yildan. Abonga rahmat. Rais bo'lgan. Ketdik. Mayli opajon, salomat bo'ling. Mayli opajon. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Biz olib ketaylik.